Assalomu alaykum, Purovon YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlarga juda ham zo'r yangilik tayyorlab qo'yganmiz. Ushbu kamera Hikvision brendidan bo'ladi va bu kameramiz to'liq avtonom holatda ishlash imkoniyatiga ega. Bu kamerani endi kimlar uchun tavsiya qilamiz? Misol uchun dala hovlisi bor yoki fermasi bor, u yerga tok yetib bormagan yoki internet tarmog'i, ya'ni Wi-Fi ulanmagan joylar, lekin kamera qo'ymoqchisiz va telefondan turib nazorat qilmoqchisiz. Bu aynan siz uchun bu modeldagi kameramiz. Endi buni qisqacha qulayliklarini, xarakteristikasini sizga ko'rsatib o'taman. Ushbu kameramizda quyosh paneli bo'ladi, akkumulyatorli bo'ladi. Akkumulyatori 9000 mAh. Bu bemalol sizga uzluksiz ishlash imkoniyatini beradi va kameramiz 2K plus formatda tasvirga oladi, ya'ni bu 4 megapikselda bo'ladi. Ushbu kameramizda smart tracking funksiyasi bor. Odamning harakatiga qarab kameramiz 360 gradusga burilib zapis qilish imkoniyatiga ega va tunda ham kunduzgidek chiroyli tasvirda, ya'ni rangli tasvirda olib beradi va sim kartani qo'yasiz, xohlagan joyingizga o'rnatib telefoningizga ulab bemalol foydalansangiz bo'ladi. Hozir buni ichini ochib, qanaqa komplektida nimalar chiqishini, qanaqa jihozlari borligini bir qator ko'rib chiqamiz. Hani bismillah. Siz kanalga obuna bo'ling, kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldirish esdan chiqmasin va videoga like bosishni ham unutmang. Xo'p, kameramiz ichidan mana bunday o'zini qo'llanmalari chiqadi. Qatirish uchun kerak bo'ladigan trafareti o'zini. Xo'p. Qatirish uchun boltiklarimiz, kronштейni. Bu kronштейнimiz quyosh panelida o'rnatish uchun kerak bo'ladi. Quyosh panelimiz 9 vatli bo'ladi. Shu quyosh tushadigan joyga qaratib, bemalol buni o'rnatib qo'yishingiz bo'ladi. Va kameramizni o'zini ko'rinishi. Mana bunday holatda bo'ladi kameramiz. Kamera 360 gradusga aylanadi, tevaga pastga bo'ladi. 256 GB gacha bo'lgan fleshkani, ya'ni chipni qo'yib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Mana bu yerda internet tarmog'iga ulanish uchun o'zini antennalari ham bor. Bu yerda LED chiroqlari tunda rangli olib berish uchun kameramiz ovoz yozadi va kameramizda o'zini karney bo'ladi. Telefondan turib gapirsangiz ham bemalol kamerani oldida odam sizni eshitishi mumkin bo'ladi. Juda ham bejirim qilib ishlangan. Mana bu yerda kolonkalari va bu yerda akkumulyatori joylashtirilgan bo'ladi. O'sha aytganimizdek 9000 mAh bo'ladi va bu kronштейн ham kronштейнning ichida akkumulyatori ham joylashgan bo'ladi. Mana shunday holatda bo'ladi. Xo'p. Buni endi xohlang devorga o'rnatib qo'yishingiz bo'ladi, xohlang patologga o'rnatsangiz bo'ladi buni. Bu yerdan kesib qo'yasiz va quyosh panelini qo'shimchasiga o'rnatib qo'yiladi. Va bemalol telefoningiz orqali kuzatib tursangiz bo'ladi. Kamerasi ham juda ham tiniq holatda bo'ladi. 4 megapikselda. Bu 30 metrgacha uzoqlikni bemalol olib beradi va 10-15 metrgacha odamni bemalol tanib olsangiz bo'ladi. Kimga kameramiz qiziq bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib buyurtma qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videoga like bosishni ham unutmang. Kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan Purovon jamoasi.